Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun 14-aprel sanasi, bizda shunaqangi ob-havo dushanba. Aprel qorli aprel. Tashqarida birpasda shunaqa qor bo'ron bo'lib ketdi. Qishni kuzatib yuborgandik. Lekin yana chiroyli bo'lib qor yog'yapti. Kecha qo'shnilarimdan biri kulayotganda, sen nima o'ylagandingki, qishni o'zbekchasiga kuzatvordim deb o'ylaganmiding? Xudo xolisa ruschasiga kuzatamiz deb kulib, hazillashib kulgandi. Ya'ni aytmoqchiki, hali bu yerga qish davom etadi demoqchi. Men o'ylagandim ertaroq keldi bu yil yoz deb. Lekin nima deydi? Tabiatni qonunlari baribir o'zini qonunlari bor. Shunaqa. Internetga kirsam hamma joyda ko'k somsa, ko'k manti, ko'k chuchvara, ko'k hamma narsa ko'kdan bo'lib yotibdi. Bahorda hammaga vitaminli taomlar hamma pishiryapti. Shuning uchun men ham bugun manti tayyorlayapman ko'kdan, ya'ni shpinat bilan kinza bu yerda. Ozroq kartoshka, piyoz bor. Manti qilyapman. Uyg'urcha qilib tugib olyapman. Uyg'urcha tugish menda hozir birinchi marta o'xshayapti degan umiddaman. Orangizda Uyg'urcha manti tugayotganlar kommentariyaga yozib yuboringlar. Tugishni biladiganlar o'xshayaptimi? Endi birinchi martasiga hech narsa emas-ku, tugib ko'ryapman shunaqa qilib. Undan bundan qarab o'rganib. Menimcha yomon tugmayapman. Shunaqa tugib oldim. Lekin bu farzandlarim ko'kdan bo'lgan hech nimani yeyishmaydi. Ular uchun boshqa taom, ya'ni o'ramaxonim pishirib olaman. Birdaniga pishadi ko'k manti bilan birgalikda. O'ramaxonim, hamma joyda o'ramaxonim desa kerak. Bizda o'rama deydi. Kecha turmush o'rtog'im kulayotganda nima uchun o'rama deb turib o'rab qo'yasizlar, suzma deb turib suzib qo'yasizlar, qaynatma deb qaynatib qo'yasizlar, nimaga hamma narsani naburot qilasizlar deb hazillashib kulayotganida, o'zi rostdan ham nima uchun o'rama deb turib o'rab qo'yamiz. O'rama xonimda ozgina pozitiv bo'ldim bu yerda. Mana mantilar ham, o'rama ham tayyor bo'ldi. O'rama xonim ham tayyor bo'ldi. Mana shunaqa bizda kechki ovqatimiz shunaqa. Keyin esa bu yerda tayyor yarim tayyor xamirdan paxlava pishirib ko'rmoqchiman. Bu ham birinchi marta pishirishim. Chunki paxlavani xamirini o'zim qilardim. Bunga hech ham vaqtim bo'lmayapti oxirgi kunlarda. Shuning uchun xamirini tayyor oldim. Slayonniy xamir bor, qavat xamir, nima deydi, qat-qat xamir. O'shandan oldim. Shundan hozir paxlava tayyorlab ko'rmoqchiman. Keyin yong'og'ini nima deydi, bir xil ishlatganimiz yaxshiroqmi deb o'yladim u yerda, chunki har xil yong'oq, bodom bor edi, yer yong'oq, gretskiy yong'oq bor edi. Shu yer yong'og'ida shakar bor edi ekan ozroq. Uni karamelli chiqib, yong'oqlarni korishniy svet qilib qo'ydi. Shuning uchun endigi safar olganimda nima deydi, vнимательныйroq bo'laman, xudo xolasa. Chunki yong'og'imning rangi xuddi shokoladni rangida bo'lib qoldi. Bu yerda esa siropini tayyorlayapman. Siropiga 350 gram shakariga yarim krujka suv quyib yubordim. O'sha shakarni ko'mguncha. Keyin limon soldim, vanilya soldim. Yaxshilab qaynatib olaman. Tayyor bo'lishini suvga solib ko'rganimda bilinadi. Suvga solganingizda suvdan ajralib chiqadi. O'shanda tayyor sirop bo'ladi. U yerini videoga tortish esimdan chiqibdi. Shuning uchun uzr so'rab qolaman. Ko'rsatib o'tgandim. Videoni bosmagan ekanman. U yeri videoga tushmay qoldi. Mana aytib o'tganimdek, tayyor xamirimizni ozroq yayib, formalarimizga solib olamiz. Mana shunaqa qilib. Mana boya aytib o'tgan yong'og'imni sveti shunaqa xuddi shokoladday bo'lib qoldi. Chunki u yerda shakar bor ekan, shakarli yer yong'oq bor ekan. Uni karamelli chiqib, hamma yong'oqlarimni sveti shunaqa bo'lib qoldi.
hechqisi yo'q, lekin juda ham mazali bo'ldi. Mazasi вообще gap yo'q. Mana boya aytib o'tgan siropimni mana shu tayyor bo'lganini ko'rsatib o'taman degandim. Suvga solganingizda ajralib qoladi, suvdan ajralib nima desam, karamel ajralib qoladi. O'shanda siropimiz tayyor bo'ladi. Mana o'sha joyi oldim deb o'ylagan ekanman, videoga olmabman. Mana ikkinchi qavatini ham xamirlarimizni solamiz. Shunaqa qilib unga ham yong'oq solamiz. Oralariga yog' surtish kerak. O'zingiz xamir tayyorlasangiz, bunga yog' surtmadim, chunki o'zi qat-qatli xamir bo'lganligi uchun yog' surtmadim. Juda ham mazasi boshqacha nima bo'ldi? Paxlava bo'ldi. Qilib ko'rishingizni albatta tavsiya qilaman. Tayyor xamir bo'lsa ham og'izda eriydigan paxlava bo'ldi. Juda ham bizga yoqdi. Keyin ko'pincha klientlar paxlava deb so'raverardi. Paxlava bormi deb so'raverardi. Shuning uchun ham pishirib aynan shu tezroq bo'lish uchun tayyor xamirdan foydalandim. Chunki bilasizlar, juda ham vaqt ko'p ketadi bu paxlava qilishga. Shuning uchun tayyor xamirdan qilib qo'ya qoldim. Lekin tayyor xamirdan qilingandek hech ham bo'lmadi. O'zingiz hamma narsani o'zingiz qilgandek bo'ldi. Chunki men magazindan bir mehmon kelganda olgandim paxlava. U shunday tayyor xamirdan bo'lgani bilinib turgan edi. Bu boshqacha bo'ldi. Balki bu yerda 4 qavat xamir ishlatganligim uchunmi, magazindan olgan paxlavani 2 qavat edi. Shuning uchun u boshqacha bo'lib turgan edi. Tayyor bo'lgan paxlavalarimizni shunaqa qilib kesib olyapman. Rombik shaklida, ya'ni bo'g'irsoqqa o'xshatib kesib olyapman. Agar yaxshilab qaragan odamga shu yerda geometrический xatolar bo'ldi. Kesganimda qayeridadir qiyshiq ketib qoldim. Qayeridadir kichkina lekin nima deydi? Bir xillarini qo'yaman vitrinaga, qolganlarini bolalarga, o'zimizga olib ketamiz. O'zi ko'p ham pishirmadim. Bugun pishirib ko'raman deb pishirib ko'rdim. Lekin endi har doim shunday qilib pishiraman, chunki vaqtim juda ham tejalar ekan. Mana shunaqa rombik qilib hammasini kesib oldim. Keyin tuxum surtib, ustiga har bittasiga yong'oq qo'yib oldim. Yong'oq yoki bodom qo'yib olsangiz ham juda ham ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Men esa o'sha gretskiy yong'oqdan qo'yib oldim. Mana azizlar, paxlavamiz ham tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lib pishib chiqdi. Ko'rinishini shunaqa boshqacha chiroyli bo'ldi. Turetskiy paxlavalarga o'xshadi ko'rinishi, lekin mazasi ham boshqacha, juda ham mazali paxlava bo'ldi. Tayyor bo'lgan paxlavamizga boyagi siropimizni issig'ida quyib yuboramiz. Kimdir xohlaydi yumshoq bo'lishini xohlasangiz, siropingizni sovutib olsangiz, siropini sovutib olish shart. Agarda unaqa qasir-qusur bo'lib turishini xohlasangiz, issig'ida quyib yuborsangiz, shunaqa yeganingizda xrustyashi bo'lib, qasir-qusur bo'lib turadi. Boshqacha paxlava bo'ldi. Mana ko'rinishi shunaqa.
siz ham tayyorlab ko'ring, albatta ishonchli bo'ladi. Mana vitrinaga tayyorlab qo'ydim, ikkitadan qilib. Chetida qolgan uncha chiroyli emaslarni uyga olib ketish uchun tayyorlab qo'ydim. Keyin esa ishdan chiqib mayda chuyda olishimiz kerak edi. Ertaroq ishimizni yopib shahar bo'ylab kamchilik olgani ketdik, ya'ni Stroylandiyaga bordik. Bu yerda stроительный veshlar sotadigan joyga bordik. Xullas, u yerdan ozgina videolar tortib oldim. Lyustralarni qarang, bu ham chiroyli lyustralar. Bir ham havasim kelib, bir ikkitasini ko'rib qo'ydim. Xudo xolasa, uyimizda to'liq remont qilganimizda inshaalloh shulardan olib qo'yamiz. Yaxshi niyat. Shunaqangi chiroyli narsalarni ko'rdim bu yerda. To'g'risini aytsam, bu videolar o'zi kechagi videolar. Kecha dam olish bo'lganligi uchun ertaroq ertaroq ishimizdan chiqib magazinlarda aylangandik. Ya'ni kamchiligimiz bor edi, o'shani olgani borib sizlarga ham ozroq videolarda tortib olgandim. Mana shu Batumidan olishga juda ham yaxshi ko'raman. Olib bilmayman, nasib qilib qolar. Dollarim ham doim so'raydi. Maza qilib irg'ib o'ynash uchun kattalarga ham maza deb o'ylayman. Bu yerda mana shunaqa gullarning urug'lari hamma joyda, tandirlar, shashlik uchun nima uchun deyiladi. Xullas, tandirning har xili bor bu yerda. Keyin esa uyga qaytdik. Uyga qaytishimizda mana shunaqangi manzara, bir boshqacha chiroyli manzara. Shu yerda keyin videomni yakunlayman. Barchangiz Allohga omonat bo'ling deb qolaman. Keyingi videolarimgacha sog' bo'ling, salomat bo'ling.